Akalar, men manzarani ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqangi tabiat qo'ynidan dala hovli qilmoqchi bo'lsanglar, 20 sotuvlik mana shu joyimizni 69 ming dollarga sotiladi. Narxi juda ham zo'r. Manzilimiz Erkin postdan 12 kilometr o'tganimizda Yangiyo'l tumani Chamanzor mahallasi bo'ladi. Betonkadan unaqa ko'p kirilmaydi. Suv, svet, gaz hamma narsa bor. Xohlasanglar dala hovli deysizlarmi, dacha deysizlarmi, ferma qilib qo'yaman deysizlar, juda ham zo'r. Bu joyimizda oxiri mana shunaqa keng bepoyon dallarni ko'rishimiz mumkin. Ichkari taraflarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, hovlimizni mana shunaqangi katta bog' ko'rinishida bo'ladi. Chiroyli mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Xullas, shahar shovqinidan charchab kelsanglar, bitada bahri dilla ochiladigan joy. Tayyor binolarni ko'rishimiz mumkin. Joy egalari o'z dala hovli qilib, mana shunaqa dam olib ketadigan joy qilib qo'yishgan ekan. Bir nechta binolarga ega, to'g'rida ham bir etashkali binoni ko'rishimiz mumkin. Unda ham kamida 3 ta 4 ta xonalari bor deyishyapti. Xullas, tayyor binolari bor, ozgina yo'q-yo'g'iga qarab bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar ferma deysizlarmi, xohlasanglar chorvachilikka mosliysizlarmi, xullas hamma sharoit bor. Narxini eslataman, 20 sotix maydon uchun 69 ming dollar so'rashyapti. Kadastr bo'yicha 10 sotix deyishdi, plus 10 sotix mana shu past taraflama polностью terilar ham bizaniki zaxvat qolingan deyishgan. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Pastdagilar nomeri o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.